Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, bobo va buvilarimiz hamda ularning farzandlari. Men bugun pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va shoshilinch masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu xabar har bir pensiya oluvchi inson, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar va pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlar uchun bevosita ahamiyatli. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, agar naqd pul shakli olsangiz, agar yaqinda yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pasportingiz almashgan bo'lsa yoki telefoningizga pensiya to'xtaydi. Ma'lumotni yangilang, kod ayting degan xabarlar kelayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha eshitishingiz shart. Chunki bitta noto'g'ri harakat pensiya to'lovining kechikishiga, kartadagi pulingiz yo'qolishiga yoki hujjatlaringiz qayta tekshiruvga tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men buni shunchaki aytayotganim yo'q. Bunday ma'lumotlar ko'p hollarda odamlarga kech yetib boradi. Siz like bossangiz, video boshqa pensionerlarga ham ko'rinadi va kimningdir pensiyasi vaqtida saqlanib qolishi, kimdir firibgarlardan himoyalanishi mumkin. Men ko'p pensionerlar bilan gaplashganimda bitta savolni eshitaman. Nega ilgari pensiya tinchgina kelardi? Hozir esa har xil tekshiruv, ma'lumot yangilash, bank kartasi, telefon raqami, pasport ma'lumoti degan gaplar ko'payib ketdi. Bu savol juda o'rinli. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Pensioner mahallaga, tuman bo'limiga yoki bankka borib ma'lumotni topshirardi. Biror o'zgarish bo'lsa, masalan yashash joyi almashsa, pasport yangilansa, familiya o'zgarsa, bu ma'lumotlar tizimlarga ba'zan kech yetib borardi. Shu sababli ayrim holatlarda pensiya eski ma'lumot bilan to'lanaverardi. Keyin esa bir kuni ma'lumot mos kelmadi degan muammo chiqardi. Hozir esa davlat idoralari, banklar va pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumot almashinuvi ancha elektron shaklga o'tgan. Bu yaxshi tomoni bilan pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lovlarni nazorat qilishni tezlashtiradi. Lekin boshqa tomoni shuki, tizimdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Pasport raqami, JSHIR yashash manzili, bank kartasi egasi, telefon raqami, tiriklik holati, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar hammasi aniq bo'lishi kerak. Agar shu ma'lumotlardan bittasi noto'g'ri yoki eskirgan bo'lsa, pensiya darhol butunlay bekor bo'ladi degani emas. Lekin to'lov kechikishi, qo'shimcha tekshiruv boshlanishi, bankda pul yetishda muammo chiqishi yoki pensionerning o'z bo'limga borib aniqlik kiritishiga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, pensioner otaxon 10 yil oldin berilgan eski pasport ma'lumoti bilan pensiya olgan, keyin ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumot ham, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot ham to'liq yangilanmagan. To'lov keladi, lekin bank tizimida ism, familiya yoki hujjat raqami mos kelmay qolsa, karta bilan bog'liq amaliyotda cheklov bo'lishi mumkin. Yoki kampir onaxon farzandining uyiga ko'chib o'tgan, lekin doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumotni tartibga keltirmagan. Keyinchalik tekshiruvda pensioner qayerda yashayotgani bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Yana bir katta muammo bor. Oxirgi paytlarda firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga olyapti. Ular telefon qilib, "Men pensiya jamg'armasidanman. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kod ayting. Kartangizni yangilash kerak. Sizga qo'shimcha pul chiqdi. Tasdiqlash uchun SMS kodni ayting. Ariza yuboramiz, karta raqamingiz va muddati kerak" deb aldashadi. Men ochiq aytaman, hech qaysi rasmiy xodim sizdan bank kartangizning SMS kodini, PIN kodini, karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramaydi. Bunday so'rasa bu rasmiy xodim emas. Firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Birinchi muhim narsa pensiya to'lovi pensionerning huquqi. Lekin bu huquq hujjatlar va qonuniy ma'lumotlar bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ya'ni siz pensiya yoshiga yetganingiz, mehnat stajigingiz, nogironlik holatingiz yoki boquvchisini yo'qotganlik holatingiz bo'yicha belgilangan tartibda pensiya olasiz. Tizim sizni to'g'ri aniqlashi va hujjatlar bir-biriga mos kelishi zarur. Ikkinchi muhim narsa. Pensiya miqdori hamma uchun bir xil emas. Kimningdir ish staji ko'p, kimningdir ish haqi yuqori bo'lgan, kimdir imtiyozli toifaga kiradi, kimdir nogironlik guruhi bo'yicha oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Shu sababli qo'shnining pensiyasi oshib, sizniki o'zgarmasa, darhol meni aldashdi deb o'ylamang. Avval asosni tekshirish kerak. Sizning stajingiz qanday hisoblangan? Ish haqi ma'lumotlari qaysi davr bo'yicha olingan?
oxirgi qayta hisoblash qachon bo'lgan? Qo'shimcha huquqingiz bor yo'qligi aniqlanganmi? Uchinchi muhim narsa, ayrim pensionerlar pensiya bilan birga boshqa to'lovlarni ham olishi mumkin. Lekin hamma qo'shimcha pul ham avtomatik tushmaydi. Masalan, parvarish puli, kompensatsiya, ijtimoiy nafaqa, ayrim toifadagi qo'shimcha to'lovlar yoki kommunal imtiyozlar bo'lsa, ular uchun alohida asos. Hujjat yoki ma'lumot talab qilinishi mumkin. Qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan fikr yetarli emas. Siz aynan qaysi toifaga kirishingizni tekshirtirishingiz kerak. Kimlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchi navbat. Yaqinda pasportini ID kartaga almashtirgan pensionerlar. Ikkinchi navbatda bank kartasi muddati tugagan yoki yangi karta olgan pensionerlar. Uchinchi navbatda boshqa tumanga yoki boshqa viloyatga ko'chganlar. To'rtinchi navbatda nogironlik pensiyasi oluvchilar. Chunki ayrim holatlarda nogironlik muddati tibbiy xulosa yoki elektron ma'lumot yangilanishi kerak bo'ladi. Beshinchi navbatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan talabalar va bolalar, chunki o'qish joyi, yosh chegarasi, kunduzgi ta'limda o'qishi kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, telefoningizga kelgan kodlarni hech kimga aytmasangiz, yashash manzilingiz va pasport ma'lumotingiz tartibli bo'lsa, pensiya vaqtida tushayotgan bo'lsa, demak sizga faqat hushyorlik kerak, vahima emas. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq har qanday masalada rasmiy manbaga murojaat qilish kifoya. Endi men bir nechta oddiy hayotiy vaziyat tushuntirib beraman. Chunki quruq qo'yda odamga ba'zan tushunarli bo'lmaydi, lekin misolda hamma narsa oydinlashadi. Birinchi misol, Altun 8 yoshli Rahima opa pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartaning muddati tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. Pensiya hisoblangan, pul kelgan, ammo u bankomatdan yecha olmagan. Keyin pensiyam to'xtab qoldi deb o'ylagan. Aslida pensiya to'xtamagan, muammo kartada bo'lgan. Bunday holatda pensioner bankka borib, yangi karta ochtirishi, karta hisob raqami o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli to'lov tashkilotiga ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Agar karta faqat qayta chiqarilgan bo'lib, hisob raqami o'zgarmasa, bankning o'zi tartibga solishi mumkin, lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Ikkinchi misol. 72 yoshli Hasan ota telefoniga qo'ng'iroq oladi. Qo'ng'iroq qilgan odam pensiyangizga tartibiy 1000 so'm qo'shimcha pul chiqdi. Hozir SMS kodni aytsangiz kartangizga tushirib beramiz deydi. Hasan ota xursand bo'lib kodni aytadi. Oradan 5 daqiqa o'tib kartadagi pullar yechib olinadi. Bu yerda muammo pensiya jamg'armasida emas, firibgarlikda. Men yana takrorlayman. SMS kod bu sizning kalitingiz. Uni aytish uyingiz kalitini begona odamga berish bilan teng. Hech kimga, hatto o'zini xodim tanishtirgan odamga ham aytmang. Uchinchi misol. 64 yoshli Muqaddas opa yaqinda qizining uyiga ko'chib o'tgan. Eski manzilda ro'yxatda qolgan, yangi joyda vaqtincha yashaydi. Pensiya kelmoqda. Lekin bir kuni hujjat so'ralganda manzil masalasi chiqadi. Bu darhol pensiya yo'qoladi degani emas, lekin pensioner o'zining amaldagi yashash holatini tushuntirishga majbur bo'ladi. Agar u boshqa tuman bo'yicha xizmat ko'rsatish hududiga o'tgan bo'lsa, ish yuritish ham o'sha joyga o'tish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'chib yurgan pensionerlar manzil hujjatini be'tibor qoldirmasligi kerak. To'rtinchi misol. 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun huquqi bor. Lekin u o'qishini sirtqi ta'limga o'tkazsa yoki o'qishdan chetlashtirsa, bu ma'lumot ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi oilalar buni bilmaydi va keyin ortiqcha to'langan pul bo'yicha qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar o'qish shakli, ma'lumotnoma va yosh chegaralarini doim tekshirib turishi kerak. 5-misol. 28 yoshli nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning nogironlik muddati qayta ko'rikka bog'liq. Agar tibbiy qayta ko'rik muddati kelib qolsa, lekin u bo'lmasa elektron tizimda muddat tugagan ko'rinishi mumkin. Natijada to'lovda savol paydo bo'ladi. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, boshqa masala. Lekin muddati bor bo'lsa, tibbiy xulosa yangilanishi juda muhim. Ko'pchilik endi hammani qaytadan tekshirar ekan, pensiyani kamaytirar ekan, kartaga o'tmaganlarning puli to'xtar ekan degan gaplarni eshitib qo'rqadi. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Rasmiy xabarsiz, aniq hujjatsiz
qonuniy asos ko'rsatilmagan gapga ishonmang. Har bir o'zgarishning tartibi bo'ladi, muddati bo'ladi, mas'ul idorasi bo'ladi. Aslida hozir eng katta talab shuki, ma'lumotlaringiz aniq bo'lsin, shaxsiy hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsin, bank rekvizitlaringiz o'zingizga tegishli bo'lsin, hech kimga maxfiy kod bermang. Pensiya tizimi elektronlashgani sari xatolar ham tez ko'rinadi. Oldin qog'ozda yillar davomida bilinmagan nomuvofiqlik hozir tizimda darhol chiqib qolishi mumkin. Masalan, odamning ismida bitta harf farqi bo'lishi mumkin. Pasportda Gulchehra, eski hujjatda Gulshehra. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1926 yil 12 mart, boshqasida 1926 yil 20 mart bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu juda kichikdek tuyuladi. Lekin elektron tizim uchun bu ikki xil shaxslik o'rnishi mumkin. Natijada pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda kechikish bo'ladi. Shuning uchun eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, pasport, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, o'sha hujjatlarning mosligi tekshirilishi kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiyani boshqa odam olib berishi masalasi. Ayrim keksa pensionerlar yurishga qiynaladi. Bankka bora olmaydi, hujjat ishlarini farzandi qiladi. Bu normal holat, lekin hammasi qonuniy bo'lishi kerak. Agar pensionerning nomidan boshqa odam doimiy ish yuritmoqchi bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Oddiygina bu mening o'g'lim degani bank yoki idora uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa pul yechish, karta olish. Ariza berish masalalarida rasmiy vakolat talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat, pensioner chet elga ketgan bo'lsa, ba'zi pensionerlar farzandining oldiga uzoq muddatga chet elga ketadi. Bunday vaziyatda pensiya to'lovining tartibi, tiriklikni tasdiqlash yoki boshqa ma'lumotlar bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Kartamga tushaversa bo'ldi deb qarash xato. Agar shaxs uzoq muddat mamlakat tashqarisida bo'lsa, u o'z holatini rasmiy tartibda aniqlashtirib qo'yish kerak. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan odam bilib bilmay huquqi tugagan to'lovni olishda davom etadi. Masalan, talaba o'qishdan chiqib ketgan. Lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yana bir necha oy tushgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan mablag'ini qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun tushayotgan ekan. Demak, menga tegishli degan fikr doim ham to'g'ri emas. Agar hayotingizda pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, darhol xabar berish kerak. To'rtinchi nozik jihat, pensiya miqdorini qayta hisoblash. Ayrim pensionerlar keyinroq qo'shimcha staj hujjatini topadi. Masalan, arxivdan 1995-1990 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi chiqadi yoki mehnat daftarchasida hisobga olinmagan davr aniqlanadi. Bunday holatda qayta hisoblashga ariza berish mumkin bo'lishi ehtimoli bor, lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Pensiya hujjatini olib borishi, ariza yozishi. Mutaxassis esa hujjatning haqiqiyligini va hisobga olinishi mumkinligini tekshirish kerak. 5-nozik jihat, bank kartasi pensionerning o'z nomida bo'lishi. Ba'zi oilalarda pensiya farzandining kartasiga tushsin deyishadi. Bu ko'p holatda muammo keltiradi. Pensiya shaxsiy to'lov bo'lgani uchun to'lov egasining shaxsiga bog'langan bo'lishi kerak. Farzand yordam berishi mumkin, lekin karta, hisob raqami va hujjat masalasi tartibli bo'lishi zarur. 6-nozik jihat, telefon raqami. Ko'p pensionerlar bank kartasiga ulangan telefon raqamini farzandining nomiga yoki eski raqamga ulab qo'ygan bo'ladi. Keyin SMS boshqa odamga boradi yoki raqam yo'qoladi. Bu xavfli. Telefon raqami nazoratda bo'lishi kerak. Agar pensioner telefon ishlatolmasa, farzandi yordam berishi mumkin, lekin kodlar va bank ilovasi kimning qo'lida ekani aniq bo'lishi lozim. Oilada ham bu masalada ishonch va tartib bo'lishi kerak. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami? Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, shir to'g'rimi? Eski hujjatlardagi ma'lumotlar bilan mos keladimi? Shuni qarang. Agar familiyangiz nikohdan keyin o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni saqlang. Mehnat daftarchangiz, arxiv ma'lumotnomalaringiz, pensiya tayinlanganlik bo'yicha eski hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta o'z nomingizdami? Bank ilovasida yoki SMS xabarnomada muammo yo'qmi? Shuni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. Bank xodimidan hisob raqami o'zgarmaganini so'rang. Agar rekvizit o'zgargan bo'lsa,
pensiya to'lovi bo'yicha tegishli idoraga yangi ma'lumotni berish kerakmi? Albatta aniqlang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilayotganda aniq savol bilan boring. Mening pensiyamni tekshirib bering deyishdan ko'ra. Pasportim yangilandi, ma'lumotlarning tizimida to'g'rimi? Bank kartam o'zgardi. Pensiya tushishida muammo bo'lmaydimi? Qo'shimcha staj hujjatim bor. Qayta hisoblashga asos bo'ladimi? Nogironlik muddati bo'yicha ma'lumot yangilanganmi deb so'rang. Aniq savol, aniq javob beradi. 4-qadam. Ariza yozishni o'rganing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, ismingiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, masalaning mazmuni aniq yozilishi kerak. Masalan, mening pensiya ishim bo'yicha pasport ma'lumotlarim yangilanganini tekshirib berishingizni so'rayman yoki qo'shimcha ish stajimni tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya hisob-kitobiga qo'shib ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga nusxa hujjatlarni ilova qiling. Ariza topshirganingizda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini so'rang. 5-qadam. Telefon firibgarligidan himoyalaning. Hech kimga SMS kod aytmang. Hech kimga bank kartangizning orqa tomonidagi raqamni aytmang. Hech kimga PIN kodni bermang. Telegram yoki boshqa messenjer orqali kelgan shubhali havolalarga kirmang. Pensiya jamg'armasidan bonus. Pensionerlarga bir martalik to'lov. Anketa to'ldiring degan havolar rasmiy manbadan bo'lmasa kirmang. Agar shubha bo'lsa, avval farzandingizga bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa kanallariga murojaat qiling. 6-qadam oilaviy nazorat daftarini yuriting. Bu juda oddiy, lekin foydali usul. Bir daftar oling va unga pensiya kelgan sana. Summa, bank kartasi muddati, muhim hujjatlar ro'yxati, qaysi idoraga qachon murojaat qilingani, kim bilan gaplashilgani, ariza raqami yozib boring. Katta yoshdagi odamlar hammasini eslab qolishi qiyin. Daftar esa keyin juda yordam beradi. Masalan, pensiya odatda har oy 10 sanada tushsa, bir oy 15 sanagacha tushmasa, siz aniq bilasiz, kechikish bor, bankdan yoki idoradan so'rash kerak. 7-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga faqat pul yetishda emas, hujjat tartibida ham yordam berishi kerak. Ko'pincha farzandlar oylik tushdimi deb so'raydi, lekin karta muddati, hujjat yangilanishi, firibgarlik qo'ng'iroqlari haqida tushuntirmaydi. Men farzandlarga aytaman. Ota-onangizning telefoniga qanday xabarlar kelayotganini ko'rib turing. Ularga SMS kodni hech kimga aytmaslikni qayta-qayta tushuntiring. Bank kartasini begonalarga bermaslikni ayting. Kerak bo'lsa bankka va pensiya jamg'armasiga birga boring. Agar pensiya tushmay qolsa, birinchi navbatda vahima qilmang. Avval bank kartangizni tekshiring. Bank ilovasi bo'lsa, hisobga ko'p pul kelgan-kelmaganini ko'ring. Bankomat ishlamayotgan bo'lishi ham mumkin. Keyin bankingizga murojaat qiling. Karta faolmi? Hisob bloklanmaganmi? Rekvizit o'zgarmaganmi? Agar bankda muammo yo'q desa, keyin pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi yoki rekvizit, pensiya hujjatlari agar muammo maxsus holat bilan bog'liq bo'lsa, tegishli hujjatlarni olib boring. Masalan, nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy ma'lumot, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi, staj bo'yicha bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakil orqali murojaat qilish tartibini so'rang. Oddiygina telefon orqali ham maslahat olish mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin shaxsiy ma'lumot va pul bilan bog'liq masalalarda ko'pincha shaxsni tasdiqlash talab qilinadi. Shuning uchun telefon qilgan edim. Hammasini aytib berishmadi deb xafa bo'lmang. Bu ham sizning xavfsizligingiz uchun. Yana bir maslahat, idoraga bo'lganda ovoz ko'tarmang, janjal qilmang. Men tushunaman, pensiya kechiksa odam asabiylashadi. Lekin masala hujjat bilan hal bo'ladi. Siz xodimdan aniq sababni yozmay yoki tushunarli shaklda tushuntirishni so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qachongacha ko'rib chiqiladi? Men yana qachon kelishim kerak? Ariza raqamim nima? Degan savollarni bering. Eng ko'p uchraydigan xato bu mish-mishlarga ishonish. Kimdir bozorda aytadi, kimdir Telegram guruhda yozadi, kimdir hammani qayta ro'yxatdan o'tkazishar ekan deydi. Rasmiy tasdiq bo'lmasa, bunday gaplar bilan yugurib idora yurish shart emas. Lekin hujjatlaringizni tekshirib qo'yish shart. Ikkinchi xato, kartani begonalarga berish. Ayrim pensionerlar mana kartam, pulimni yechib kel deb qo'shniga yoki tanishga beradi. Bu juda xavfli. Kartangiz sizning pulingizga kirish kalitidir. Agar yordam kerak bo'lsa,
ishonchli yaqin qarindosh bilan boring yoki qonuniy tartibda ishonchnoma qiling. Uchinchi xato, pensiya o'z chiqyapti, lekin nima qilishni bilmayman deb yillar davomida yurish. Agar siz haqiqatan ham pensiya hisobida xato bor deb o'ylasangiz, taxmin bilan yurmasdan asos so'rang. Pensiya ishingiz bo'yicha qaysi stajlar hisoblangan, qaysi davr ish haqi olingan, qaysi hujjat yetishmaganini aniqlang. Ba'zan odamning qo'lida qo'shimcha hujjat bo'ladi, lekin u uni topshirmagani uchun hisobga olinmagan bo'ladi. 4-xato, o'zgarish haqida xabar bermaslik. Pensiya ta'sir qiladigan holat yuz bersa, masalan, o'qish tugasa, nogironlik muddati o'zgarsa, pensionerlar vafot etsa, manzil o'zgarsa, bank rekviziti o'zgarsa, bu ma'lumotni o'z vaqtida rasmiylashtirish kerak. Aks holda keyin oilaga ortiqcha to'lovni qaytarish yoki hujjatlarni tiklash kabi og'ir ishlar tushishi mumkin. Men alohida ogohlantiraman. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, o'zini pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki boshqa idora xodimi deb tanishtirsa va pulingizni saqlab qolish uchun kod so'rasa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy xodim kod so'ramaydi. Rasmiy xodim sizdan kartaning to'liq maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Rasmiy xodim hozir aytmasangiz pensiyangiz yo'qoladi deb qo'rqitmaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, telefon raqamini yozib oling, bankka xabar bering, yaqinlaringizga ayting. Agar kodni aytib yuborgan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatishga harakat qiling. Vaqt bu yerda juda muhim. 5 daqiqa kechiksangiz ham pul yechilib ketishi mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi shoshilinch xabarning mazmuni shuki, pensiya masalasida eng muhim narsa hujjatlarning to'g'riligi, bank kartasining tartibli bo'lishi, ma'lumotlarning yangiligi va firibgarlardan ehtiyot bo'lishdir. Pensiya o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi, lekin hujjatdagi xato, eskirgan karta, noto'g'ri manzil, muddati tugagan ma'lumot yoki firibgarga aytilgan SMS kod katta muammoga sabab bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pasportingizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bu masalani tushuntiring. Agar shubhali xabar yoki qo'ng'iroq kelgan bo'lsa, izohlarni yozing. Boshqa odamlar ham ogoh bo'lsin. Sizningcha pensiya olishda eng ko'p uchraydigan muammo nima? Bank kartasining hujjatlarmi yoki firibgarlarmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir bir oylik pensiyasini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.